Indigo bolalar. Hayotxon Qurbonovaning Qalb kaliti kitobidan. Farzandlarimiz bizga o'qituvchi. Keyingi yillarda men yangi bolalar haqida nomalar ola boshladim. Dastavval bu nomalarga unchalik e'tibor qilmadim. Yangi bolalar bo'lsa nima? Borliq, olam, jamiyat munosabatlari, qadriyatlar yangilanayotgan, o'zgarayotgan bir davrda bolalar ham yangilanayotgandir-da, degan fikrda edim. Tez orada esa qattiq yanglishganimni tushundim. Oxirgi paytlarda nafas a'zolari kasallangan, qon bosimi yuqori, g'alati isitma bilan murojaat qilayotgan bemorlarim ko'paydi. Xuddi hamma birdan shu xastaliklarni yuqtirib olganday edi. Bemorlar orasida turli yoshdagi bolakaylar ayniqsa ko'p. Bolakaylarni davolash asnosida bir narsaga e'tibor qildim. Ularning deyarli barchasi chapaqay edi. Ular meni o'z onalaridan ko'ra yaxshiroq tushunishar, tavsiyalarimni bajonidil bajarishardi. Hatto 7-8 oylik chaqaloq meni ko'rishi bilan yig'dan to'xtab, quchog'imga talpindi. Bag'rimga bosishim bilan tinchlanardi. Mening esa boshim og'rib, fikr oqimini eshita boshladim. Dastlab bu fikr oqimini samovatdan deya qabul qildim. Ammo yanglishibman. Bu chaqaloqning fikrlari edi. Kutilmagan hodisadan cho'chidim-u, o'zimni qo'lga olib, chaqaloqning onasiga fikr oqimi matnini aytib berdim. Ona chaqaloqning fikrlarini tasdiqladi. Ayol bu hodisotni odamzod fikrini o'qiy olishim, botin ko'zim ruhiy holatini ko'ra bilish bilan bog'ladi. Aslida esa bu boshqa voqea bilan bog'liq edi. Ona bolani kuzatgach, samoviy ustozlarimning yangi indigo, ya'ni aurasi osmon rangida bo'lgan bolalar to'g'risidagi maktublarini esladim. Nomalarni topib qayta o'qidim. Yangi bolalarni qabul qilishga ham siz tayyor bo'lishingiz, ularni to'g'ri tarbiyalay olishingiz uchun asqatuqqalar degan niyatda nomalarni e'tiboringizga havola etmoqdaman. Aziz yerliklar, tegaragingizdagi olam o'zgaryapti. Shunga muvofiq ongingiz o'zgaryapti. Buyuk, shiddatli jarayon boshlangan bo'lib, yer kvant sakrashiga tayyorlanmoqda. G'oyat og'ir bu jarayon uzoq davom etadi. Biz samoviy ustozlaringiz sizga madad berishni istaymiz. Biz sizga yangi bolalarni yuboramiz. Siz ularning tug'ilishida ishtirok etasiz. Ammo yangi bolalar butkul sizniki emas. Ularning ongi, ruhiy xususiyatlari siznikidan farq qiladi. Ular o'zining kimligini, nima uchun yerda tug'ilganini yaxshi biladi. Shuningdek, siz kimsiz, qandaysiz, bu ham ularga ayon. Ha, samoviy ustozlarim har doimgidek haq edilar. Bu bolalarning ruhiyati, fikrlash tarzi, qadriyatlarga munosabati o'zgachaligiga guvohman. Ular bizning dunyomizga ma'lum bir vazifa bilan kelishyapti. O'zlarining xohish istaklariga, ya'ni nafsga podshoh deb his etishyapti. Ular o'z qadr-qimmatini yaxshi anglashadi. Biz yangi bolalarni o'zgartirishga qodir emasmiz. Zero ular bizning olamimizni o'zgartirish uchun kelganlar. Yangi bolalar g'aybni ko'rish, fikr o'qish, g'aybni eshitish, telepatiya, fikr uzatish singari g'aroyib qobiliyatlar sohiblaridir. Ulardagi ijodkorlik, bunyodkorlik, yaratuvchanlik sababi esa bosh miya o'ng yarmining faol ishlashi bilan bog'lanadi. Ular kozo-kozolaru obro'-nufuzni tan olishmaydi, tanlash erkiga bo'ysunishmaydi. O'zlarini hamma bilan teng deb bilishadi. Odamlarning katta-kichikligi, amal mansabi, qaysi millatga mansubligining yangi bolalar uchun daxli yo'q. Shohu gadoga barabar, ya'ni hamma birday odam deb bilishadi. Qadim qonuniyatlarimizga, Daqqa Yunusdan qolgan urf-odatlarimizga bo'ysunishmaydi. Ular o'z erkiga daxl qilishimizga yo'l qo'yishmaydi. Chunki odamzodning erk ixtiyori o'zida ekanligini yaxshi tushunishadi. O'z qadriga yetadilar. Biron bir ishga bejiz qo'l urmaydilar. O'zi xohlamagan ishni qilishga esa ularni majbur etolmaysiz. Bunga yo'l qo'yishmaydi.
Nazarimda ular isyonkor, gap uqmasday tuyuladi. Aslida bunday emas. Ular bizga emas, o'zlariga ko'proq ishonadi. Agar yangi bola nomaqbul ish qilayotgan bo'lsa, dabdurustdan taqiqlamang. Aksincha bunday qilish yaxshi emasligini tushuntirib, boshqa mashg'ulotni tavsiya eting. Yangi bola nomaqbul ishdan o'zini to'xtatishi darkor. Taqiq unda g'azab, o'z-o'zini himoyalash tuyg'usini uyg'otadi. Ota-onalik huquqingizni ro'kach qilib, balanddan kelib gapirsangiz, sizga u nisbatan ishonchi yo'qoladi. Unga hamisha qarshi chiqaversangiz, o'rtada dushmanlik paydo bo'ladi. Yaxshisi irodangizni ishga solib, salbiy tuyg'ularni jilovlang-da, amalda qanday bo'lish zarurligini o'z misolingizda ko'rsating. Yangi bolalar qulog'iga quygan nasihatingizga emas, ko'rganiga ishonadi. Unga o'rgatganingizga o'zingiz amal qilsangizgina u gapingizga kiradi. Yangi bolalar g'oyat ulkan, ichki qudratga ega bo'lib, o'z vazifalarini yaxshi bilishadi. Botiniy bilish rivojlanganligi esa boshqalarni tushunishga yordam beradi. Tegralaridagi olamni g'oyat teran idrok etadilar. O'z his-tuyg'ularini boshqara oladilar. Ularni aldolmaysiz. Zero botin ko'zlari ko'nglingizni ko'rib turadi. Yolg'on yashiq, munofiqlikni his etib, bunday salbiy hislarga ochiq yoriq qarshilik qilishadi. Isyon ko'tarishadi. Boshqa bolani maqtasangiz xush yoqadi. Yangi bolalar buni yoqtirishmaydi. Ular bajarayotgan yaxshi ishni rag'batlantirib, navbatdagi vazifani topshirgan ma'qul. Hayotiy misollarga murojaat etaylik. Yaqinda men bir bola bilan tanishdim. Ikkinchi farzand tug'ilishi bilan to'ng'ichning g'alvasi boshlanibdi. U tez-tez yig'lar, bir burchakda biqingancha ota-onasini eshitishni ham istamasdi. Chaqaloq yolg'iz qolgan edi esa, opa unga ozor yetkazib yig'latardi. Opa degan ukasiga mehribon bo'ladi. O'zing aqlli qizsan-ku, endi unga ozor bermagina, derdi qizaloqning xulq-atvoridan tashvishga tushgan ona. Koshki opa gap uqsa. Qizaloqni kuzatib suhbatlashdim. Yo'q, u ukasi borligidan emas, ota-onasining chaqaloqqa munosabatidan norizo ekan. Ota-ona o'g'ilchasini ko'proq silab siypalashini qizaloq sezar ekan. Ko'rib turibman, o'g'illarni mendan ko'ra yaxshi ko'rishadi, iqror bo'ldi qizaloq. Ha, qizaloqning ukasi emas, uning fikricha sotqin ota-onaga qarshi isyoni ekanligini tushundim. Ota-onaning chaqaloqqa munosabatini to'g'ri baholayman, ammo yangi bola qizaloq buni sotqinlik deb ataydi. Biz kattalar uchun chaqaloqqa g'amxo'r bo'lish oddiy hol hisoblansa, bolalar buni qabul qilisha olmaydi. To'ng'ich hamisha ota-ona ardog'ida edi. Ukasi tug'ilgach esa nazarida uni bir chetga surib qo'yishdi. Ukalik bo'lgunga qadar unga berilgan mehrni ololmay qoldi. Bizning bu xatti-harakatlarimiz ularning fikricha adolatsizlik, sotqinlikdan boshqa narsa emas. Ha, yangi bolada bunday fikr tug'ilishiga, salbiy tuyg'ular uyg'onishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur. Ota-ona qizaloq bilan suhbatlashdim. Sen opasan, opa bo'lish bu vazifa, tushuntirdim qizaloqqa. Ana shu vazifani 5 bahoga bajaramizmi? Bajaramiz, dedi opaligini tasdiqlab olgan qizaloq. Darhaqiqat u so'zining ustidan chiqib, g'amxo'r tarbiyachiga aylandi. Bajonidil yordamlashar, ukasining ho'l ishtonlarini almashtirib, o'ynatib o'tirardi. Ha, yangi bolalar mas'uliyatni g'oyat chuqur his etishadi. Biz ularga ishonaylik. Ishonch zimmalariga yangi vazifa yuklaydi. Ulardagi mustaqillik, mas'uliyat hislarini o'stiradi. Yangi bolalar yolg'izlikka moyil, o'z olamiga bostirib kirishlarini yoqtirishmaydi. Bu olamga aslo daxl qilmang. Aksincha, sirlaringizni u bilan o'rtoqlashib, yaqinlashish payida bo'ling. O'zaro ishonch uyg'onsa, ularning olamiga yo'l ochasiz. Bolani kashf eta boshlaysiz. Shuni yodda tutaylik, yangi bolani to'g'ri tarbiyalash uchun o'zimiz o'zgarishimiz zarur. Yangi bolalar kasallikka g'oyat sezgir, jismining kasallikka qarshi kurashuvchanligi, immunitet tizimi ham o'ta kuchli bo'lib, birpasda tuzalishadi. Samoviy ustozlarim bunga shunday izoh berishdi. Bu bolalarning DNKsi boshqacha.
Xromosomalar soni siznikilarniki. Sizlarniki 44+2, ularda esa 46+2 bo'lib, immunitet tizimi jismining kasallikka qarshi kurashish qobiliyatining yuksak ko'rsatkichi hisoblanadi. Shifokor emasman, shuning uchun ham mazkur ma'lumot talqinini olimlarimiz e'tiboriga havola etmoqchiman. Mazkur masala yechimini topishga yordamlashsalar ayni muddao bo'lardi. Yangi indigo bolalar borligi shak shubhasizdir. Ulardan analiz olib, tasdiq etish uchun laboratoriyalar ham, mutaxassislar ham yetarli. Analiz natijalari yangi bolalarga nisbatan munosabatlarimizni o'zgartirsa ajab emas. Haqiqatga tik qaray bilmaslik bilan indigo bolalarimizni majruh qilib qo'ymaylik. Indigo bolalar dori-darmonlarimizni qabul qila olmasliklarini ko'p kuzatyapman. Ularning jismi, ayniqsa antibiotiklarni har qanday turiga nisbatan kuchli qarshilik ko'rsatishadi. Biz esa odatga ko'ra ularni antibiotiklar bilan davolamoqchi bo'laveramiz. Yangi bolalar qusadi, ichi o'tadi, boshi og'riydi. Bu holatlar bola jismi antibiotiklarni qabul qila olmayotganligi alomatidir. Men tibbiyotning bolalar salomatligini saqlashdagi o'rnini inkor etmoqchi emasman, balki fan indigo bolalarni o'rganib, ular haqida o'z so'zini aytishini istayman xolos. Yangi bolalar yangicha munosabatga muhtoj. Tibbiyot, ruhshunoslik, ta'lim-tarbiya sohalarining eski qonun-qoidalari ularni davolashga ham, tarbiyalashga ham qodir emas. Indigo deymizmi, yangi bolalarmi? Gap ularni qanday nomlashda ham emas, balki ularning borligini tan olishimizdadir. Yangi indigo bolalar voqeligidan jamiyat ham, ayniqsa ota-onalar, tarbiyachilar ham xabardor bo'lishi, ularni tan olishi zarur. Samovat biz yerliklarga o'z elchilari yangi bolalarni ishonib jo'natishgan ekan, o'zimizni tayyorlab, o'zgartirib bu ishonchga munosib bo'lmog'imiz shart. Aziz ota-onalar, bolalaringizga, nabiralaringizga, jiyanlaringizga razm soling. Ularning ichida albatta yangilari bor. Ularni qanday tarbiyalashni o'zlari sizga o'rgatishadi. Oqilona maslahatlariga quloq tutib, do'stingizday ko'ring. Yangilarning erkiga tajovuz qilib, eskirgan qonun-qoidalar bilan ularni majruh qilib qo'ymang. Indigo bolalar ne zamonlardan buyon nafs vasvasalari, yomonliklar, tushunmovchiliklar hukm surayotgan ko'hna diyorimizda yashay olishlariga yordamlashing. Yerda ezgulik qaror topishi uchun biz kattalarga madadga kelishgan ekan, yo'llarini keng ochib bering. O'z vazifalarini bajarishsin.